Do'stlar, ushbu videoni men tayyorlash uchun 100 dan ortiq YouTube yo'nalishlarini ko'rib chiqdim va ularning ichidan eng zo'r top 5 tasini tanlab oldim. Do'stlar, ushbu yo'nalishlarda video qilish uchun sizda kompyuter bo'lishi shart emas. Ya'ni siz bemalol birgina telefoningiz orqali ushbu 5 ta yo'nalishda ham videolar qilishingiz mumkin bo'ladi. Aytgancha do'stlar, biz monetizatsiyaga ulangan kanallarni sotib olamiz. Agarda sizda shunday kanallar bo'lsa, bemalol siz uni bizga sotishingiz mumkin. Hattoki kanalingizda aktiv tushib ketgan bo'lsa ham, monetizatsiya ulangan bo'lsa, biz sotib olamiz. Muhimi 1000 tadan ortiq obunachi bo'lishi kerak va do'stlar, kanalda strike bo'lmasligi kerak. Murojaat uchun meni Telegramimga, ya'ni UzYoutuber lichkamga yozasizlar. Video ostida ham Telegram manzilim silkasi bor. Demak do'stlar, birinchi yo'nalishimiz bu AI ASMR yo'nalishi. Ya'ni ushbu kanalni ko'rishingiz mumkin. Atigi 1 yoki 2 daqiqalik videolar qiladi. 2 daqiqa, 1 daqiqa, 2 daqiqa, xolos 1 daqiqa 45 sekund. Lekin videolar do'stlar millionlab ham prosmotr olgan. Masalan, ushbu video soatiga 1 daqiqa davom etadi, lekin 3 million 700 mingta prosmotr olgan. Ushbu videosi esa 1 daqiqa 45 sekund, lekin 3,5 million prosmotr olgan do'stlar. Bu dahshat. Mana oxirgi hattoki videolarni ko'rsangiz ham prosmotr tushib ketmagan, nabarot ko'tarilgan. Ya'ni 400 ming prosmotr, 442 ming, 316 ming va hokazo. Xolos do'stlar, bunaqangi videolar tayyorlash qiyin emas. Bemalol telefon orqali ham tayyorlasangiz bo'ladi, sun'iy intellekt orqali. Hozir sizlarga buni ham ko'rsataman. Ya'ni Google VO3 degan sayt bor. YouTube dan yozishingiz ham mumkin. Google VO3 va ketidan yana yozasizlar ASMR video deb. Va sizlarga do'stlar tayyor darsliklar chiqib keladi mana. 4 daqiqalik atigi video ekan, sizga 4 daqiqada o'rgatib qo'yapti qanaqa mana shunaqangi videolar qilishni. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu birinchi kadr, ikkinchisi 3, 4, 5, 6, xolos 10 tacha atrofida do'stlar video qilar ekan. 5 ta emas 10 ta. 10 taga taxminan 30-40 daqiqa meni o'ylashimcha yetadi. 30-40 daqiqa bir kunda vaqtingizlarni ajratsanglar, kuniga bittadan video joylasanglar do'stlar, kanalingizlar dahshat rivojlanadi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, yana shunaqangi kanalni 1 oy oldin videosini chiqargan, lekin 184 ming prosmotr olgan do'stlar. Chunki bu hype'dagi, trenddagi zo'r yo'nalish. Mana pastlardan ham ko'rishingiz mumkin. Va do'stlar, bu yo'nalishda monetizatsiya albatta kanalingizda yonadi. Shuning uchun bemalol ushbu yo'nalishda kuniga 30 daqiqa vaqt ajratib, videolar tayyorlab, kanalingizga yuklashingiz mumkin. Ikkinchi yo'nalishimiz do'stlar, mashinalarning evolyutsiyasi, ya'ni rivojlanish tarixi desa ham bo'ladi bu narsani. Bu kanalning ham videolari do'stlar, e'tibor beringlar, juda ham qisqa. Ya'ni 58 sekund yoki 2 daqiqa, 2 daqiqa 28 sekund. Men bu 4 minut ekan, lekin asosiy videolari 2-3 daqiqa tigi davom etadi. Va do'stlar, prosmotrlari juda ham dahshat. Ko'rishingiz mumkin, oxirgi videolari 18 mingta, 43 mingta olgan bo'lsa, lekin undan oldingi videolari 200 ming, 300 ming, 400 minglab prosmotr olgan. Va do'stlar, bu videolarni tayyorlash ham unaqangi qiyin bo'lmaydi. Shunchaki bitta mashinani tanlaysiz, bitta mashinani modelini, misol uchun mana Jeep bo'ladigan bo'lsa, shu Jeep mashinasini rivojlanish tarixini, ya'ni 1941-yilda birinchi marta chiqqan bo'lsa, to hozirgi kungacha bo'lgan shu modellarni ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Bu kanal asosan sun'iy intellekt bilan qilgan videolarni ko'rishimiz mumkin. Mana sun'iy intellekt bilan o'zgarib ketyapti modellari. Buni ham do'stlar, sizlar sun'iy intellekt bilan qilishingiz ham mumkin, yoki bo'lmasam oddiy rasm yoki video bilan ham qilsanglar bo'ladi. Va do'stlar, ular ham yaxshi prosmotr oladi. Men shunaqangi kanallarni ham ko'rganman. Ya'ni bu uchun do'stlar, mana shu Jeep mashinasini har xil yildagi versiyalarini, videolarini internetdan topasizlar. Har xil kinolardan yoki kliplardan bo'lishi mumkin, YouTubening o'zidan ham bo'lishi mumkin. O'shalarni barini jamlab, tagida nechanchi yilligini yozib, tartib bo'yicha qo'yib berasizlar do'stlar. Masalan, 1941-yilda qanaqa bo'lgan, 45-yilda qanaqa bo'lgan, 50-yilda qanaqa bo'lgan va hozirda oxirgi chiqqan modellari qanaqa. Shunchaki videolarni internetdan topishingiz kerak va tahlab chiqishingiz kerak. Juda ham tayyorlash oson do'stlar. Agar siz hali YouTube'da o'z kanalingizni ochmagan bo'lsangiz, hozir bu uchun eng to'g'ri vaqt. Chunki hozirda YouTube'da yangi kanallar
tezda ko'tarilyapti. Lekin kanalingiz noto'g'ri ochilgan bo'lsa, u YouTube'da hech qachon rivojlanmaydi. Agarda shunday muammolarga duch kelishni xohlamasangiz, biz sizga noldan professional kanal ochib beramiz. Kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Va hattoki bulardan tashqari, hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Hoziroq YouTube kanalga buyurtma berish uchun ekrandagi admin profiliga yangi kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. 3-yo'nalishimiz do'stlar avval va keyin deb nomlanadi. Va do'stlar, bu kanalni biz o'zimiz short versiyasini qilganmiz, ya'ni shorts kanal qilganmiz, shunaqangi yo'nalishda va u juda ham tez rivojlangan. Chunki bu mavzu odamlarga juda ham qiziq. Ya'ni do'stlar, previewdan ko'rishingiz mumkin, mashhur odamlarni yoshligi va hozirgi holati. Endi yoshligi deyish ham shart emas, misol uchun mashhur bo'lgan paytlari desak to'g'ri bo'ladi. Misol uchun qaysidir aktyor yoki qahramon 20 yoshda mashhur bo'lgan bo'lsa, o'sha 20 yoshidagi rasmini yoki videosini qo'yasiz va hozirgi 2025-yildagi shu odamlarning ko'rinishini, rasmini, videosini qo'yib berishingiz kerak bo'ladi. Va odamlarga qiziq o'sha eski aktyorlar hozirda qanaqangi holatda ekani. Va do'stlar, prosmotrlarni ko'rishingiz mumkin. 600 mingga yaqin prosmotr olgan, 200 mingdan ortiq prosmotr olgan, 87 ming, 38 ming va eng mashhurlari esa 600 ming, 600 ming, 600 mingdan oshiq, 591 ming, xullas juda ham zo'r prosmotr olgan. Va bu videolar do'stlar 1 yil, 2 yil oldin chiqqan videolar emas. 3 oy oldin atigi yoki 2 oy oldin chiqqan videolar 600 minglab prosmotr olyapti. Bu degani do'stlar juda ham dahshat daromad. Va do'stlar, yana bir narsaga ham e'tibor beringlar. Kanalda atigi 9 mingta obunachi bor va 59 dona video joylagan. Ya'ni 9000 ta obunachi bilan hozir 600 minglab prosmotr qilyapti. Bu degani do'stlar, kanal yo'nalish trendda degani va sizlar ham yangi kanal ochsanglar ham mana shu yo'nalishda ishlasanglar zo'r prosmotr bo'ladi. Videosini tayyorlash unaqangi qiyin emas do'stlar. Kirib ko'rsataman. Bu yerda даже ovoz ham yo'q. Shunchaki muzika qo'yib qo'ygan va do'stlar, bu yerda video montaj juda ham oddiy. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, chap tarafdan o'sha odamni yoshligi, eski rasmi yoki videosi chiqib keladi, o'ng tarafda esa hozirgi holati. Va pastdan esa shu odamni ism, familiyasi va necha yoshligi va tug'ilgan kuni yoziladi xolos do'stlar. Ortiqcha narsa yo'q. Juda ham oson. Va bo'ldi do'stlar, mana keyingi aktyorga o'tib ketaveradi. Taxminan videolari bu 20 daqiqa atrofida ekan, ya'ni 18, 19, 20 daqiqa ekan. Buni siz agar qiynalsangiz qisqaroq versiya ham qilib ko'rishingiz mumkin. Masalan, 4-5 daqiqalik qilib. Agar ular yaxshi prosmotr olmasa, keyin 8-10 minut yoki 18-20 minut qilib ko'rishingiz mumkin. Balki 4-5 daqiqalik video qilsangiz ham bular yaxshi prosmotr olishi mumkin do'stlar. Ushbu yo'nalishni do'stlar bemalol siz telefonda qilishingiz mumkin va yana bir yaxshi tomoni do'stlar, taxminan 1 soat vaqtingiz ketadi bunaqangi videolar tayyorlash uchun. Va do'stlar, yana bir narsa, bunday videolarni siz har kun qo'yishingiz shart emas. Ya'ni ushbu kanal ko'rishimiz mumkin, bir oyda taxminan 5 ta, 6 ta, 7 ta video joylar ekan. Siz ham do'stlar haftasiga 2 ta video joylasangiz, meni o'ylashimcha bu yetarli bo'ladi. Keyingi yo'nalishimiz do'stlar, bu motivatsiya yo'nalishi. Motivatsiya yo'nalishini bilasiz, bu avval ham bo'lgan, hozir ham bor va bundan keyin ham bo'ladi. Yana bir katta plyus tomoni do'stlar, motivatsiya, pul va finans haqidagi videolarga YouTube juda zo'r pul to'laydi. Ya'ni 1000 ta prosmotrga taxminan 3-4 dollar yoki undan ham ko'p to'lashi mumkin. Albatta bu sizni tomosha qiladigan davlatlarga ham bog'liq. Va do'stlar, ushbu kanalni ko'rishimiz mumkin. Prosmotrlari unaqangi dahshat emas, taxminan 10 ming, 20 ming, 30 ming yoki mana 100 minglab prosmotr olgan videolari ham bor ekan. Lekin do'stlar, buni plyus tomoni ko'rishingiz mumkin. Atigi 14 ta video bilan bu shunaqangi darajaga chiqqan. Ya'ni kanal ochilganiga ham ko'p bo'lmagan, 3 oydan beri atigi kanalni yuritayotgan ekan. Va do'stlar, bunday videolarni tayyorlash ham siz o'ylaganday qiyin bo'lmaydi. Ya'ni do'stlar, bunday videolarni qanaqa qilib tayyorlaysiz? Videolarni ko'rishingiz mumkin, shunchaki mashhur odamlar, qandaydir blogerlar yoki millionerlar qanaqangidir motivatsiya gaplarni gapirgan.
Bunday videolarni siz YouTube ni o'zidan topishingiz mumkin. Buning uchun do'stlar, shunchaki motivatsiya video deb ingliz tilida qidirasizlar va do'stlar har xil speech videolar chiqadi. Ya'ni mana bunga o'xshagan qanaqangidir motivatsiya gaplar gapirgan videolar chiqadi. Sizlar buni do'stlar audio versiyasini yuklab olasizlar va bitta sayt bor, Vocal Remover degan sayt. Ushbu saytga audioni tashlasanglar, sizlarga do'stlar ovozni o'zini chiqarib beradi. Ya'ni fondagi musiqani o'chirib tashlaydi, shunchaki o'sha odamni chisti ovozini tozalab sizlarga chiqarib beradi. Bemalol uni yuklab olibsizlar, video montaj dasturiga tashab, o'zingizlar fon qo'yib va har xil motivatsion kadrlarni, stok videolarni qo'yib render qilsanglar bo'ladi. Va subtitr ham qo'yishni unutmanglar do'stlar. Ko'rishinglar mumkin, bunaqangi motivatsion kadrlarni bemalol sizlar internetdan olishinglar mumkin. Imенно do'stlar, mana shu odamni o'zini videosini qo'yish shart emas, balki mana shunaqangi stok, ya'ni prosta video montajda ishlatish uchun har xil mashinalar, yaxtalar, samolyotlar, shunga o'xshagan kadrlarni qo'yib ham videoni tayyorlasanglar bo'ladi. Va mana o'ng tarafda biz ko'rishimiz mumkin, boshqa kanallar ham shu yo'nalishda 5 oy oldin video joylagan va 500 ming talab prosmotr olgan do'stlar. Chunki bu yo'nalish juda ham zo'r yo'nalish. Bizning oxirgi yo'nalishimiz bu igravoy yo'nalish do'stlar. Bundan osoni menimcha bo'lmasa kerak. Chunki do'stlar, telefonda Monster Truck degan o'yin bor. Buni bemalol Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Va ushbu kanal shunchaki o'sha o'yinni o'ynab videoga oladi do'stlar. Video kirib ko'rsak, hattoki gapirmaydi ham. Ko'rishinglar mumkin do'stlar, shunchaki videoni o'zini ovozi. Shunchaki ushbu dasturni yuklab olasizlar, shunchaki o'ynaysizlar taxminan 10 daqiqa atrofida va do'stlar, muhimi previewsini chiroyli qilib, zo'r qilib yasash kerak. Ya'ni video ustidagi rasmni bo'ldi do'stlar, har kun 3 ta 4 ta video yuklab tashlasalar ham bo'laveradi. Misol uchun ushbu kanal kuniga taxminan 2 tadan video joylar ekan va shu uchun ham do'stlar prosmotr sal kam, lekin yaxshi prosmotr olgan videolari ham ko'p. Misol uchun ushbu videosi 13 kun oldin joylagan va 100 ming prosmotr olgan. Taxminan bu yo'nalishda do'stlar 100 ming prosmotrga 80 yoki 100 dollar atrofida pul to'laydi. Va do'stlar, ushbu kanal ham 17 ming tatiga obunachisi bor va prosmotrlari obunachisiga qaraganda bu juda ham zo'r. Mana eng mashhur videolarni ko'rsangiz, 2 oy oldin ataga joylagan, lekin 800 minglab prosmotr olgan do'stlar. Bu juda ham dahshat degani. Va do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyada o'z savollaringizni yozib qoldiring. Hamda do'stlar, bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.